Ushbu notarial harakat amalga oshirish uchun turmush o'rtog'ingiz ham ishtiroki zarur. Va ular boshqa viloyatda komandirovkadalar. Alo. Dadasi, siz ham ishtirokingiz kerak ekan. Nima vaqt Toshkentga qaytib borishim kerak yana? Ilgari shunday o'ylar edik, endi esa masofa notarial harakatga to'siq emas. Hech qisi yo'q, ularning ishtiroklarini onlayn videokonferensiya orqali ta'minlashimiz mumkin. Bugun esa kirdingiz, shaxsingiz tasdiqlandi, notarius bilan bog'landingiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Men Toshkent shahar Chilonzor tuman notariusman. Ayolingiz hozir mashina sotish bo'yicha murojaat qilyaptilar. Agar tayyor bo'lsangiz boshlaymiz. Xo'sh, demak, notariat to'g'risida qonunga asosan rozilik ariza rasmiylashtirayotgan paytingiz oldingizda hech kim bo'lmasligi kerak. Ya'ni hech kim eshitib turishi, sizga o'rgatib turishi, aytib turishi kerak emas. Oldingizda hech kim yo'qmi? Agarda arizani matnini to'liq o'qib chiqsangiz, ana undan keyin mashinamizni, demak, rusumi, markalarini o'qib eshittirasiz. Agar to'g'ri bo'lsa rasmiylashtiramiz. Xo'p, to'g'rimi hammasi rasmiylashtirsak bo'ladimi? Demak, arizangizni ro'yxatga olaman. Rasmiylashtirdingiz. Shunchalik oson. Bo'ldi, arizangiz ro'yxatga olindi. E-notarius shaxsiy profilingizda ham ko'rinadi. Katta rahmat, Xumoyin. Masofa bor, imkoniyat ham bor. Eng oddiy qilib aytsak, onlayn notarial harakat fuqaroni nimadan qutqaradi? Bu vaqt masalasi. Fuqarolar hamma narsadan ko'ra vaqtni ustun qo'yadigan bo'lgan. Ya'ni naqdidan ko'ra vaqtini tejaydigan bo'lib qoldi. Masofa jihatdan ham juda ham qulay bo'ldi. Agarda bir notarial harakat ishtirokchisi deylik, dunyoning boshqa bir chekkasida bo'lib qolish ehtimoli juda ko'p edi. Va undan rozilik olishi yoki uning qanaqadir bir ishonchnomani tasdiqlash uchun balki haftalab, balki oylab vaqt ketardi bizga. Hozir esa juda borsa yarim kun, balki undan ham ko'p vaqt ketmaydi. U bilan aloqaga chiqib, o'sha unga bo'lgan ma'qul vaqtni belgilab, o'sha paytda undan rozilik yoki qanaqadir bir ishonchnoma rasmiylashtirish imkoni bizda bugungi kunda mavjud hisoblanadi. Qaysi holatlarda bu xizmatdan foydalanish mumkin? Fuqarolar o'zi istagan paytda va o'ziga ma'qul bo'lgan paytni belgilashadi va o'sha paytda notarial harakat 5-10 daqiqa ichida amalga oshiriladi. Safaringizni to'xtatdingizmi? Yo'q. Toshkentga qaytdingizmi? Yo'q. Notarial harakat amalga oshdimi? Ha, minnatdorman. Juda yaxshi xizmat ekan. Agar bu imkoniyat bo'lmaganida bugun nima qilishingizga to'g'ri kelardi? Safarni tugatishim to'g'ri keladi. Toshkentga qaytardim. Hozirchi? Hozir ishim shu yerda bo'lsa hal bo'ldi. Ayrim ishlarni hal qilish uchun yo'l bosish shart emas. Qonun siz turgan joyga ham yetib boradi. Siz qayerda bo'lsangiz ham huquqiy xizmat yaqin.